Hadis haqida ba'zi bayonlar. Abduri Hoji Akbar Muhammad Niyaz. Davomi. Jaholat va aldamchilik qora bulutlari islom dunyosini qaplab olgan davrlarda sanoqsiz gigant o'limalar o'ttirg'i chiqib, bidat bilan sunnatni, rost hadis bilan yolg'on hadisni ayirib chiqadigan har xil prinsip, ilmiy qiymati va ishonchlik darajasi yuqori usullarni ijod qilib, hadis ilmlarini maydonga keltirdi. Shundoq qilib, har qaysi turg'un va tushkun davrlarda maydonga chiqqan dona va farosatlik o'limalar xuddi zulmatlik kechalardagi to'linaydek, cho'lpon yulduzdek chaqnab, har qaysi musulmonlarga porliq yo'l ko'rsatib keldi. Xalqni jaholatdan va turli bidatlardan qutqizish uchun ular hatto jonlari orqali badal to'ladi. Baxtga yarasha ularning tirishchanligi bekor ketmadi. Chunki jahon musulmonlari burundan tortibla Qur'on Karimga qandoq ahamiyat bergan bo'lsa, hadis sharifga shundoq ahamiyat berib kelgan. Sahobalar, tabiinlar davrdan boshlabla islom ulamolari, hadis shunoslari Hazrati Payg'ambar alayhisolamning "Men sizlarga Allohning kitobi va sunnatimdan iborat ikki narsani qoldirib ketdim. Bu ikkisini ching tutsanglar, menga ozmaysizlar" degan tarixiy ahamiyatli tavsiyasini bejo keltirish va mening so'zlarimni anglab esida qoldirib, uni boshqalarga yetkazgan odamni Alloh shodlantirg'ay degan ko'rsatma so'zni o'z amaliyotida ko'rsatish yuzasidan asrlar bo'yi hadis ilmini tarqitishga ko'ngil bo'lib, o'xshamagan davrlarda, o'xshamagan joylarda bu qutlug' hadisshunoslikni puxta asosda barpo qilib chiqish vazifasini voyaga yetkazib ado qildi. O'ttir Osiyoning yuksak ma'rifatlik tarixiy sahifalarini varaqlaydigan bo'lsak, hadis ilmi uchun bisilgan gigant qadamlar, hadis ilmining gulnishiga asos silib, o'chmas tuhfalarni qo'shgan nurliq simolar, hadislar g'azinasida jilolanib turgan bebaho guharlar ko'zimizga chiliqib turdi. Ko'zimizni yumib turib, Sochiya va Qashqar xalq madrasalarini o'z ichiga olgan ayni zamonlarda vatanimizda ilm ma'rifatining tayanch bazalari hisoblangan klassik madrasalar haqida o'ylansak, u joylarni nozirlari va istiqomatlari bilan avod qilgan ahli hadisning yorqin ko'rinishlari shu hamon xiyol aynigimizda o'zgacha jilvalandi. Birinchi, hadis so'zi bilan sunnat so'zining farqi va ularning farqi. Hadis so'zining lug'at ma'nosi yangi degan bo'lib, qadim so'z bilan ma'no jihatdan qarama-qarshi bo'lgan so'zdir. Shar'iy jihatdan asosliqi Payg'ambar alayhisalom so'zlagan so'z. U zotning ish faoliyatlari qatorliqlar hadis deb atildi. Payg'ambar alayhisalom o'zi bayon qilgan diniy ta'limotlarni hadis deb ko'rsatib bergan. O'zining sunnatiga hadis deb ad qo'yib bermoqchi bo'lgandek, "Ey Abu Hurayra, sening hadis bo'lgan ishtiyoqingni ko'rib, hech kim sendan avval bu haqda so'ramaydi" deb o'ylagandim degan mazmundagi so'zda hadisni tilga olib o'tgan. Sunnat so'zi lug'at ma'nosida mayli yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, yo'l, maslak degan ma'nolarni bildirdi. Sunnat Payg'ambar alayhisolamning tuvandagi so'zda dal yuqorqi ma'noda kelgan. Kimki islom dinida biror yaxshi yo'lni barpo qilsa va keyingilar o yo'ldan mangsa, toki qiyomat kunigacha shu kishi boshlagan yaxshilikqa agashkuchilarga berilgan savobning hammasi uning yozildi va agashkuchilarga berilgan savobdan hech narsa kamayib o'tilmaydi. Kimki biror yomon yo'lni barpo qilsa, yomonlikni boshlag'uchiga agashkuchilarga yoziladigan gunoh yomonlikqa boshlag'uchimi qo'shib yozildi. Yomonlikqa agashkuchilarga yoziladigan gunoh yeniklab qolmaydi degan mazmundagi hadis mushuning jumlasidandir. Hadisshunoslar birdek sunnat bilan hadisni ma'nodosh so'zlar deb qaraydi. Shundaqla ular hadis bilan sunnatga Payg'ambar alayhisolamning gap so'zlari, ish harakatlari, axloqiy sifatlari, mijoz xarakteri, yorilishdagi jismoniy xususiyatlari va Payg'ambar alayhisolam ko'rib turib rozilik va ma'qullik yuzidan sukut qilgan boshqalarning sahobalar, ya'ni ish harakatlari deb ta'bir berdi. Qur'on Karimda sunnat so'zi yo'l ma'nosida kelgan, Allohning o'tgan ummatlarga tutgan yo'lidir. Sunnat so'zi Payg'ambar alayhisolamning bunu so'zda hadis ma'nosida kelgan. Sizlar mening sunnatimni mahkam tutinglar. Bular dastlabki chaqdagi ma'no edi. Keyingi chaqlarda hadis ma'nosidagi sunnat so'zi keng doirada umumlashgan. Shunga hadis ilmi eng rivoj topgan Madina Munavvar shahri Darulista sunnat yurti deb atalgan. Məşhur hədisshunoslarmı, yəni hədis ilminin peshvosi deb atalgan.
Məşhur və mötəbər 6 parça hədis ani kitabının 4 parçasının namı sünnət sözünün köplik şəkli bolğan Sunan sözü qo'llanıb Sunan Abu Davud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan İbn Majah deb atalgan. Məyli Quran boyunca bolsun, məyli hədis boyunca bolsun, Peyğəmbər əleyhissalamның yoluğa uyğun bolğan birər işni qılğan adam sünnətə əməl qılğan adam deyildi. Sünnətning əksiçə iş qılğan adam bidətçi, əhli bidət deyildi. Peyğəmbər əleyhissalamның dini təlimat sözləri sünnəti qavliyə, iş hərəkətinə dair və əlaqədar hədislər sünnəti fiiliyə deyildi. Sünnəti qavliyəyə dair misallar nəhayət köp bulub, həqiqətən barlıq əməllərinin durust bolışı niyyətə bağlıq buldu. Həqiqətən kişiyə niyyət qılğan nərsisi buludu degan hədis şunun cümlesidən. Sünnətul fiiliyyə kelgan bolsaq, sahabelər Peyğəmbər əleyhissalamның mübarək iş hərəkətlərinə dair nurgun hədislərini rivayet qılğan. Peyğəmbərimizin taharat, namaz, zakat, roza və həcc fəaliyyətlərdəki iş hərəkətlərini bununla misal qılıb göstərişkə buludu. Peyğəmbərimizin razılıq bildiriş, maqallaş yüzüdən sükut qılğanlığı təqdir deyilib, bununla dair nurgun hədislər rivayet qılınğan. Tövəndəki hədis onun bir misaldır. Bəni Qurayza qazdıda sahabelər yola çıxışdan ilgiri Peyğəmbərimiz ularga "Sizlər əsr namazını, yəni Qurayzada oqunlar" deb buyurğan. Sahabelərning bəziləri bu sözni zahiri, addi və təşqi mənası boyu düşünüb əsr namazını yol üstüdə əsr namazının vaxtı kirgan bolsunmu, yəni Qurayzaga barğıç oxumasdan, Bəni Qurayzaga yetib barğandan keyin dəstləbki vaxtdan sal keçiktirib oxugan. Yəni bəzilər bolsa, bu Peyğəmbər əleyhissalamның bizni tizroq məngib əsr namazıgacha bizni Bəni Qurayzaga yetib berishga buyurğını deb düşünüb, yoldala əsr namazını vaxtı kirishigil oqub alğan. Bu iş Peyğəmbərimizə yetkəndə hər iki tərəfni ayıplamagan. Fiqhşünaslar sünnətə, yəni özünün kəsbi istilahları boyunca Peyğəmbərimiz əleyhissalatu vesselam qılğan, qılğıcığa savab berildiğən, tərk etken kişiyə günah yazılmaydigan bolsumu, lekin qiyamətdə Peyğəmbər əleyhissalamның şəfaətiga erişəlməydigan əməllər deb təbir berdi. Biz adətdə tolu tilg'a aladigan 5 vaqt namazının sünnətini o'qish, jamoat bilan namoz o'qish, kichik balaning xatnisini qilish dal mushu ma'nodagi sunnatlarni o'rinlash bo'lib hisoblanadi. Fiqhşünaslarning istiloh bo'yicha kuchlik va kuchlik emaslik e'tibori bilan sunnat sunnati mukkada va sunnati mustahabba deb ikkiga bo'lindi. Sunnati muakkada bo'lsa Peyğəmbərimiz özürsiz asla tərk etmagan amallardır. Bamdod, peshin, sham va xubdan namazlarının sünnətləri mushu turga təvə. Sünnəti mustahabba bolsa, Peyğəmbərimiz bəzi çağlarda orunduğan, qılğıcıq savab berildiğən, qılmağanlarga günah yazılmaydigan əməllərdir. Əsr namazının sünnəti, xubdan namazının aldınqı 4 rəkat sünnəti, nəfli namaz, nəfli roza, nəfli sədaqəyə oxşaş əməllər sünnəti mustahabba olub hesablandı. Davamı keyingi sonda. Mənbələr 1. Hədis şəriflər haqqında umum bayan Muhammed Salih Damullam Xitay Müslümanları jurnali 2004 yıllık 3. sani berilgan muqaddima qismidan üzündə. 2. Mərhum Muhammed Salih Damullacın vətəndə nəşr qıldırğan Yaxşılar Baxçısı namlıq hədis kitabı yazğan kiriş sözünün bir qismi. 3. Hədis şəriflər haqqında umum bayan Xitay Müslümanları jurnali 2003 yıl 3. san. 4. Sünnət və onun İslam şəriətidəki ornu Doktor Mustafa Sibai 2019 yıl 9. nəsri Salam nəşriyyatı. 5. Kuveyt Fiqhi Ensiklopediyası.